Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlarga o'zimiz bog'dan Platinum andish shaftolisi haqida o'zimiz ma'lumot berib o'tamiz. Bugun 4-iyul sanasiga ko'ra shaftolilarimiz yumshoq bo'lib pishdi. Bu shaftolimiz pishganiga 15 kuncha bo'ldi. 15 kun oldin ham uzganmiz, sotganmiz mevasini. Daraxtimiz 24 kuzda ekilgan, noyabr oyida ekilgan. To'g'risini aytsam, bu yerga vaqt bo'lmadi qarov qilgani, o'zimiz ko'chada yetishtirib, vaqtimiz juda ham oz bo'lgani hisobiga qaralmay qoldik. Natija yaxshi, lekin ko'p meva olgan, juda ham ko'p meva olgan. Buni siyraklatganda juda ham yirik meva bo'lardi. Endi buni sifatini sizlarga ko'rsatib o'taman. Holatini qaranglar, mana uchi yorilmaydi. Ichi sara bo'ladi, nektarin loyilasiga kiradi. Ichi sara mana. Mazasi ham yaxshi. İchki bozorda mayda holatini, shu holatini 15 ming so'm sotdik. Eksportga $3, 30 ming so'm, 35 ming so'mgacha ketyapti. Hozir nimada ham ko'ryapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham qo'yishyapti. O'zimiz ham bog'larga bordik. Bog' qilishlarini tavsiya qilaman. Juda ham zo'r shaftoli. Xudo xolasa ko'chatlari ham bor. Bujuna qarang, 3 kilo meva bor hozir. Mana shu kichkinagina daraxt. Bularda ham bor edi, yerigroqligini hisobiga. Ertaroq uzib tugatganmiz. Rangi ham juda qorayib ketadi. Vidi zo'r bu shaftoli. Gilos oralariga ekib chiqqanmiz. Biz kaltagini olish uchun asosan daromad gilosdan bizda bu yerda. Mana shaftoli qaranglar, qorayib, rangi ham tim qora bo'lib ketdi. Ko'chatlarni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, ulgurib qo'yinglar. Ko'chatlari bor, zakaz solishni boshlaganmiz. Dashi mana shoxlari ham kesilmagan kuzda ko'chatga qaralmagan boqqa. Qaralmagan holatda shuncha meva bor. Agar buni qarab, ishlovini beradigan bo'lsanglar, juda ham zo'r natija olasizlar bu shaftolidan. Siyraklatish kerak avvalambor mevani. Bu meva juda ko'p bunga. Uchi yorilmaydi. Rangi qora. Likelar bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'chat ekmoqchi bo'lganlar, bog' qilmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa aynan shu shaftolini ko'chatlaridan ko'paytirib qo'yganmiz.